Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qaynamsızlıqlar ekranımız olsun. Xitay atalmış Şinjan savdogarları yığınıga chet eldagi Uyg'urlarni qatnashtirdi. Xitay bu hafta Ürümçide atalmış Şinjan savdogarları yığını o'tkazgan bo'lib, chet eldagi Xitay savdogarlaridan boshqa yana Xitay uchun sodiqlik bilan xizmat qilayotgan Uyg'ur savdogarlari qatnashgan. Atalmış Şinjan gazetining xabarida bildirilishicha, 17-18 noyabr kunlari atalmış 2025 yillik Şinjan savdogarları yig'ini Ürümçide o'tkazilgan. Yig'inga Xitoy ichki sirtidagi 400 dan ortiq savdogar, shirkat, korxona mas'ullari va aloqador Xitoy amaldorlari qatnashgan. Xabarda yig'inga Arab Birlashma Xalifaligidagi atalmış Şinjan savdogarlar uyushmasi va yurtdoshlar jamiyatining boshlig'i Ablat Mamatning qatnashganligi, uning Arab Birlashma Xalifaligida turayotganiga 32 yil bo'lganligi, navbatda u Arab Birlashma Xalifaligining atalmış Uyg'ur avtonom rayoni bilan bo'lgan yezi egilik qo'shimcha mahsulotlari havo yo'lini ochib, tovarlarni xalqaro bozorga texmi yaxshi yuzlantiradiganligini aytganligi bildirilgan. 18 noyabr Ürümçide yana atalmış Şinjan savdogarlar ittifoqining qurilish murosimi va savdogar chaqirish tunishtirish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, kelishim imzolash murosimida umumiy summasi 45 milliard yuanga yetadigan 20 hamkorlik turida kelishim imzolangan. Xabarda bu ittifoqning qurilishining Xitoy ichki sirtidagi savdogarlarning almashtirish hamkorligining tashkillik qiliplashgan taraqqiyot yangi bosqichiga qadam qo'yganligidan derak beradiganligi da'vo qilingan. Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirish bilan birga qonga bo'yalgan majburiy emgak mahsulotlarini texmo keng ko'lamda butun dunyoga tarqatishga, bu orqali zo'r iqtisodiy manfaatga erishishga urinib kelmoqda. Chet elda yashayotgan bo'lsa-mu, Xitoyga sodiqlik bilan manfaatga erishayotgan oz bir qism Uyg'urlar Xitoyning bu jinoyatlariga moslashmoqda. Turkiya 13 yildan keyin Suriyaga tunji qatim bosh elchi tayinladi. Turkiya muavin tashqi ishlar ministri Nuh Yilmaz Turkiyaning Suriyada turishliq bosh elchisi bo'lib tayinlandi. Bu Turkiyaning 13 yildan buyon Suriyaga tunji qatim bosh elchi tayinlashi bo'lib hisoblandi. Bu vaqtdagi qaror chorshanba kuni Prezident Erdo'g'anning imzosi bilan rasmiy gazetda e'lon qilindi. Turkiya Davlat mudofaa ministri Yashar Güler Yilmazni qabul qildi va uni yangi vazifasi munosabati bilan tabrikladi. Yilmaz ijtimoiy aloqa suhbati X'da uchur ham baharlab, Turkiya bilan Suriya orasida asrlardan buyon davomlashib kelayotgan kuchlik insonparvarlik va madaniyat rishtasidan ilhom olib, munosabatimizni qo'shnilarchilik prinsiplariga hamda rayonimizning tinchlik va muqimligiga to'kib qo'shadigan shaklda rivojlantirishga tirishimiz deganlarni qayd qildi. Amerikaning Turkiyada turishliq bosh elchisi va Suriya alohida vakili Tom Barak yangi tayinlangan bosh elchi Yilmazning Suriyadagi tarixiy vazifasining boshlanishi munosabati bilan uning bilan yaqindan hamkorlashishni umid qiladiganligini bildirdi. Amerika Hindistonga boshqariladigan bomba setib berishni tasdiqladi. Amerika Hindistonga boshqariladigan bomba sistemasi va o'q-dorilarni setib berishni tasdiqladi. Amerikaning tamojna beji masalasida savdo jiddiychiligini boshqa ko'rayotgan Hindiston bilan tuzgan bu mudofaa kelishimi bu turdagi tunji savdo bo'lib, ikki davlatning harbiy hamkorlikni yanada kuchaytirishi mo'ljallanmoqda. Amerika Davlat mudofaa bexatarlik hamkorlik idorasi chorshanba kuni bayonot e'lon qilib, Amerika Tashqi ishlar ministrligining Hindistonga 93 million dollarlik qarshi Javelin boshqariladigan bomba sistemasi va Excalibur zambirak o'q-dorilarini setishni tasdiqlaganligini bildirdi. Davlat mudofaa bexatarlik hamkorlik idorasi bayonotida bu savdo Amerikaning tashqi siyosati va davlat bexatarlik nishonlari uchun foydali hamda Amerika Hindiston strategik munosabatini kuchaytirdi. Shundaqla Hind-Tinch okean va Janubiy Osiyo rayonlarida siyosiy muqimlik, tinchlik va iqtisodiy taraqqiyotning muhim kuchi bo'lib kelayotgan Hindistondagi muhim bir mudofaa hamrohimizning bexatarligini oshirishga yordam beradi, dedi. Bu Hindistonning Amerikaning chet ellarga harbiy uskuna setish programmasiga asosan ro'yobga chiqqan tunji setib olishi bo'lib hisoblandi ekan.
ikki davlat munosabati o'tgan yil avgustda Amerika prezidenti Donald Trampning yangi Dehlining Rossiyadan neft setib olishiga qarshi tadbiri sifatida Hindiston mahsulotlariga qo'yilgan tamojna bejini 50% ga o'stirishi bilan nacharlashgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.